Matisi puliga berib yuboraman, 4800 ga berib yuboraman bunisini. Aratashiga qo'yib yuboramiz. Farqi yo'q, mana shu qatori hammasini aytaman. Keyingisini aytamiz. 2020-yil Santa Fe 114 ming yurgan kraskasi topdi, 2,5 motorligini 22 mingga berib yuboraman. Chazor 23 16800 ga beraman, ikkinchi pozitsiyasi lukligi. Gentra 2019 9300 ga beraman. Toyota Corolla 2008-yil 6000 ga berib yuboraman. Spark 2019 8400 ga beraman. 56 ming yurgan kraskasi petnosi bor, bagajida bo'ldi. 56 ming probegi buni. Spark 2019 6200 ga berib yuboraman. 2013 5300 ga berib yuboraman, avtomat korobka. 2020-yil elektromobil diskalari bilan tayyor 9,5 mingga berib yuboraman bunisini. 2014 5000 ga berib yuboraman. 2020-yil Spark mexanika diskalari bilan tayyor mashina, bu ham 6000 ga beraman bunisini. Bunaqa narxli yo'q. 2015 5000 ga berib yuboraman bunisini. Gentra qilingan Lacetti 2010-yil Matiz puliga berib yuboraman, 4800 ga berib yuboraman bunisini. Cobalt 2014 avtomat korobka 7400 ga beraman. 2013 7000 ga beraman. Yana yo'qda inomarkalarimiz ham bor. Kelsanglar xudo xolisi ishlarni bitiryapmiz. Xudoga shukr, har kuni ish bityapti, odamlarni kelyapti, duo qilib olib ketyapti. Borini aytib xotirjam qilib sotyapmiz. Bosamiz, nima deymiz?